bo'ladi. Bitta bo'lib qolsa gap qilganingda. Which one? No, spicy, you know? Shashlik jo'ch. O da şaşlık aynen, şaşlık yemiz. Oluyor da. Şu gitmeyene ay, ankayma. Gap yo'q. Kechasidan buni o'yladim. Хотя бы в эту стенку. Туда. Или сюда. Sol yashayottir deymi? Ana. Bugun oying zavtrak tayyorladi sizlar uchun. Так что yuz qo'llaringni yuvib o'tirsalaring, ana вас сегодня с утра обслужит. Yo'q, kecha ketishgan. Mana sho'rvalar ham qaynayapti. Sizlar kelishligi qanday navbatdagi qilib sho'rvalarni qaynatib qo'ydik. Mana. Dachada qaynatma sho'rva. Qo'y go'shtidan, qaraykalaridan, bo'yin go'shtlaridan. Yoli tog' sho'rvasi. Uyda so'yilgan qo'y go'shti-ya bu. Chayraxon so'ygan qo'ylardan. Oygulxon tayyorlagan sho'rvalaridan desak. Az qaynab chiqsin. Qaynayapti. Buni ichini ko'ringlar buni. Voy, Voy, gullar. Go'shtlari xil pishibdimi? Ana, ili suyaklar bilan qaynatilgan sho'rvalar. Mazasini endi tasavvur qilaverasizlar-da endi. Kelinglar ichgani, sho'rva ichgani. Kasallarni tuzaltirib, shifo beradigan sho'rva bo'pti bu. Qanday? Navbat misol. Tegida olovlarni sekin qilib qaynatib qo'yishga yoqib qo'yibdi. Oygul nima pishiryapsan? Qo'ydan qozon kavob. Mana buni lagandagi nima? Bolg'or baqlajonlarni alohida chesnochniy qilib kuzatib oldik. Buchi. Ularni kuzatib oldik. Сегодня 5 день на даче. Oyog'i sayrovyapti-ku. Kuzatib oldik. Mana chesnoklarni, mana maydalab qo'ygan chesnogini ustidan sepamiz. Xudo xolasa, inshaalloh o'xshab chiqadi degan umiddamiz. И немножко водички. Sokini alohida beraymi yo quyib yuboraymi? Ana nima deydi? Sachok. Oygul, это твои очки? Да, сейчас я возьму. Просто я bo'lib qolmasin davomli.